Slovakiyada yo'l chetida avtomobil to'xtash joyida to'xtadik. Mana bu tomonda avtomobilni yoqilg'i quyish shoxobchasi ham bor. Shuni orт tarafida mana shunaqa bir chiroyli avtoturargoh qilingan. Yuk mashinalar uchun ham, yengil mashinalar uchun ham va shuni yonida mana shunda sal hordiq chiqarish uchun ham o'rindiqlar hozirlangan. Mana qanaqa sharoit qilingan. Ko'kalamlashtirilgan joy, o'rindiqlar qo'yilgan, mana skameykalar. Usti yopiqlari bor, ochiqlari bor. Bu yerda bemalol ichimlik suvini idishni to'ldirib olsa ham bo'ladi. Foydalansa bo'ladi, yuvishga, boshqasiga o'sha mana bemalol foydalanish mumkin. Chiqindilarni tashlash uchun qutilar. Bittagina emas yoki ikkitagina emas, bir nechta mana har bir o'rindiq oldiga bittadan o'sha chiqindi quti qo'yilgan. Va mana bu yerda chigal yozda mashqlarni bajarish uchun ham o'ziga xos shunaqa uskunalar, qurilmalar o'rnatilgan. Juda ajoyib.